Malikjon Mamajonov so'nggi 8-9 yildan buyon parrandachilikning bedana parvarishi yo'nalishida faoliyat yuritib kelmoqda. U ko'p yillar xorijda mehnat qilgan bo'lsa-da, musofirlikning o'ziga xos qiyinchiliklarning yengib, oxiri yurtga qaytib, oilasi bag'rida ish yuritishning ma'qul topdi. Bedanachilik esa uning uchun ham qulay, ham manfaatli sohalardan biri bo'ldi. Yangi Namangan tumani Yoshlik mahallasida yashovchi tadbirkor bu yil noodatiy usul uy tomida bedana parvarishining sinab ko'rdi. Rossiyada ham yurib ko'rdik, bu yerda ham ish yurg'izishga harakat qilib ko'rdik. Demak, shu yerda ham ishlab topsa bo'lar ekan, shu yerda ham yaxshiroq daromad qilsa bo'lar ekan, harakat qilib izlanilsa, ozgina qiyinchiliklarga sabr qilinsa, ishlar xudo xohlasa yurib ketar ekan. Mana yaxshi yurib ketdi. Masalan, mana shu o'zida misolda olsak, mana shu hozirgi joyda o'sha mana 9000 atrofida bedana qo'yib, mana 6500 atrofida hali 7000 dan ham o'tdi tuxumlar. Ya'ni bir 15 million sof daromad menimcha yomon emas hozirgi kunda. Bu oilamiz bilan, bola chaqa bilan ishlab topib turibmiz shuni. Mahallada faoliyat yuritayotgan hokim yordamchisining tashabbusi bilan ushbu yo'nalishning ommalashtirish, mahallada kambag'allik va ishsizlikning kamaytirish rejalashtirilgan. Tadbirkorimizga hozir mana 10 mingga yaqin bedanamiz bor. Kunlik buni asosiy tuxumga boqarlar. Hozircha tuxumlar o'sha 6000-6500 mingga yaqin tuxum olyaptilar. Bu daromadi o'ziga yarasha. Prezidentimizning qaror va farmonlariga muvofiq xonadonlarni kasanachilikka o'rgatib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda 100 donadan berib namuna sifatida boshladik. Buni maqsadimiz xudo xolasa mana shu oy yakuniga qadar 1000 donadan tarqatish niyatimiz bor. Tadbirkor bilan niyat qilganmiz. Aholini daromadli qilib bedanachilikni rivojlantirish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, muntazam ravishda bedana tuxumining iste'mol qiluvchi odamlar yurak xastaliklari, qandli diabet, tuberkulyoz, bronxial astma, jigar oshqozon buyrak, qalqonsimon bez, kamqonlik va asab tizimi kasalliklaridan kamroq shikoyat qiladilar. Shuningdek, parvarishning bunday noodatiy usuli nafaqat samarali, balki yuqori daromad manbai ham hisoblanadi. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.